Qizlar, bugun yana ultrazvuk rubrikamiz. Menimcha bu rubrika bo'lib qoldi, chunki har doim qiziqarli narsa bo'lsa, o'zida sizlarga ko'rsatib bo'lishga harakat qilamiz. Lola Muxtorovaning patsientkalari turmushlariga 3,5 yil bo'lgan, homiladorlik bo'lmagan, turmushga chiqishlaridan oldin endometrioz kistem bor ekan deb o'ng tuxumdonlari kista bilan birgalikda olib tashalgan va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin 2-3 yildan keyin yana ultratovush tekshiruviga borsalar, sog'lom chap tuxumdonda ham endometrioz kistasi aniqlangan va mana shu ko'rib turganinglar, mana bu folikul ko'ryapsizlarmi, qanaqa chiroyli qop-qora bo'lib turadi. Va bu endometrioz kista sanaladi. Shuning uchun ko'p aytamiz, endometrioidni kistani jarrohlik usulida olib tashagan bilan bo'ldi, qutuldim degani emas. Ko'p holatlarda u qayta yana o'sishi mumkin, chunki sababini bilmaymiz va sababiga ta'sir qila olmaymiz. Lola Muxtorovaning patsientkamizga eko muolajasini tavsiya etdilar va hozir patsientkamiz stimulyatsiya bosqichidalar. Shuning uchun folikulalari mana shunaqa o'sayotganini ko'rishingiz mumkin. Endi Lola Muxtorovandan asosiy moment funksiya paytida mahorat talab etiladi. Nima uchun? Chunki punksion igna terib olish uchun mana shu yerdan kiradi. Bacha tuxumdon tomonga va eng asosiysi shunda kistaga igna bilan tegib ketmasligimiz kerak. Igna bilan tegib ketilsa, kistani yana ham kattalashishi, yana ham tarqalishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bunaqa patsientkalarni funksiyasida vrachdan bir mahorat talab etiladiki, bitta funksiya qilib folikulga tushib olgandan keyin imkon qadar yon atrofdagi folikulalarni ham shu kistani zararlamagan holatda terib olish kerak bo'ladi. Lola Muxtorovanga va butun To'layn jamoasiga omad tilaymiz. Patsientkamizdan o'z vaqt soatida chiroyli folikulalar olaylik va chiroyli embrionlar muzlatib, patsientkamiz homilador bo'ldilar degan xushxabar bilan sizlar bilan bo'lishaylik.